Assalomu alaykum yurtdoshlar, bog'bonlar. Mana uzumlarimiz ham pishdi. Endi bu uzumlarni qushlardan himoya qilish choralarini ko'ryapmiz. Mana uzumlar. Qushlar cho'qib boshlayapti mana. Bu qushlardan himoya qilishning bitta oson yo'li mana qog'ozlab qo'yish. Oddiy daftarning qog'ozi. Mana oddiy daftar qog'ozi bilan stepler bilan bitta urib qo'yamiz. Shu bilan muammo hal bo'ladi mana. Bu daftar 500 so'm turadi Optumda. 12 varaqli daftar. Bitta 70 so'mdan shu atrofda tushadi. Arzimagan pulga himoya qilsa bo'ladi. Faqat bu voyishdagi uzumlarga. Bu tepasidan qush qo'nib cho'qib yeya olmaydi, pastidan qo'na olmaydi. Yaxshi himoya qiladi. Mana shunaqa qog'ozlab chiqayapmiz. Mana oddiy 12 varaqli daftar va stepler.